Şuara suresi Mekke'de nazil bolgan. Cami 227 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ta, sin, mim. Bu roşen kitap yani Kur'an ayetleridir. Ey Muhammed, ularning iman etmaganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. Agar biz ularning iman etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ular rostla Qur'onni inkor qildi. Məsxir qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibati ularga keladi. Ular ziminni, ya'ni ziminning ajoyibotlarini kuzatmadimi? Ziminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Öz vaqtida Parvardigoring Musoga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Firavunning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yuragim siqiladi. Tilim kekash, shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Allah aytdi: Hergiz undaq emas. Ya'ni seni ular hergiz o'ltirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan birga munoziranglarni anglab turamiz. Sizlar Firavunga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin danglar. Ular Firavunga kelib elchilikni yetkizdi. Firavun Musoga aytdi: Seni biz uyimizda kichigingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Sen yiliqi qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzkorlardinsan. Musa aytdi: Men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Firavun aytdi: Olamlarning Parvardigori degan nima? Musa aytdi: O osmonlarning, ziminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning Parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar. Firavun cho'risidagilarga: Uning javobini anglayotamsizlar dedi. Musa aytdi: O sizlarning Parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning Parvardigoridir. Firavun aytdi: Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Musa aytdi: O mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning Parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Firavun aytdi: Agar mendan g'ayrini iloh qilib olgan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman. Musa aytdi: Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi zindonga tashlamsan? Firavun aytdi: Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin. Musa osini tashladi, nagahan upuchuq ejderhoga aylandi. Musa qo'yindan qo'lini chiqardi, nagahan u qarg'uvchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun cho'risidagi qavmning cho'nglariga aytdi: Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni zimininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar? Ular aytdi: Ularning ishini ta'xir qilgin, shaharlarga sehrgarlarni jiqquchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyatda usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga: Sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi?
Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. Sehrgarlar Piravinning qishig'iga yetib kelganda, ular Piravinga, agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi, dedi. Piravin, ha-a. U chaqda sizlarga mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolsizlar, dedi. Musa ularga, tashlaydigan narsanglarni tashlanglar, dedi. Ular arg'amchilarni, hosillarini tashladi. Ular Piravinning qattiligi bilan qasamki, biz shak shubisiz g'alaba qilamiz, dedi. Musa g'assini tashladi. U ajdirxoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini yutib etdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning parvardigoriga, Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik, dedi. Piravin, men ruxsat qilmay turib sizlar Musaga iymon etdinglar. O cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ekan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzunga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darga osaman, dedi. Sehrgarlar, buningdimi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz, dedi. Biz Musaga kechida bandilarimni, ya'ni Bani Isroilni ilib otlang'in. Sizlar albatta qo'g'ilinsizlar. Ya'ni Piravin o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqadi, deb vahiy qildik. Piravin shaharlarga askar to'plag'uvchilarni avatdi. Piravin aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir o'chum odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochig'imizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Biz ularni, ya'ni Piravin bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinlardan va esil turalg'udan ayirib etdik. Shunda qilib ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. Ular, ya'ni Piravin bilan uning qo'shini, ularni kun chiqqan chaqda qo'g'lab chiqdi. Ikki to'p, ya'ni Piravin to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birini ko'rib turishgan chaqda Musaning odamlari, ular, ya'ni Piravin bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oldigan bo'ldi, dedi. Musa aytdi, undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetisholmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi. Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa assi bilan urvidi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. İkinci bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Piravin bilan qo'shinni Bani Isroilning orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikinci guruhni, ya'ni Piravin bilan qavmini g'arq qildik. Buningda, ya'ni Piravin bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Ularga İbrahimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilasizlar, dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz, deyishdi. İbrahim aytdi, duo qilgan cheg'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. Ya sizlarga foyda yetkazalamdi, ya ziyon yetkazalamdi. Ular aytdi, undaq emas. Ata-bovlarimizning shunda qilganligini bayqidik. İbrahim aytdi, aytib beqinglarchi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimgi ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi, usullik bilan ta'minlaydi. Ağrıb qalsam, o meni saqaytıdı. O meni qabzi ruh qılıdı. Keyin yana tirildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Parvardigorim menga ilm, hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin.
Meni noz-ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Atamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirildigan kunda meni rasvo qilmag'in. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamgina foyda yetkaziladi. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Do'zax gumrohlarga uchiq ko'rsatiladi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam beralamdi yo o'zlariga yordam beralamdi deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga ust-ustilab tashlandi. Ular do'zaxda jidallashib aytidi. Alloh bilan qasamki, biz o'p-ochiq gumrohlikda edik. Öz vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qilguvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mo'minlardan bo'latdik. Shubhisizki, buningda, ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon aytquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ular, ey Nuh, sana töven tabiqidagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon aytamdik, dedi. Nuh aytdi. Men ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mo'minlarni qo'g'lib etmayman. Men faqat ochiq-oshkora ogohlantiruvchiman. Ular aytdi. Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yanmasang, sen cho'qim tosh kesak qilinib o'ltirilguchilardan bo'lasan. Nuh aytdi. Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqarg'in. Meni va men bilan birga bo'lgan mo'minlarni qutqizg'in. Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qilguvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular, ya'ni kishilarning to'lisi iymon aytquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Ad xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Hud aytdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga uyun kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sizlarga sizlar bildigan ne'matlardan ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. Ular aytdi. Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Bu faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz. Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon aytquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi.
Öz vaqtida ularga qeyrindishi Salih aytdi: Allah'tan qorqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allah'tan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Təbliğ qılğanlığımğa sizlərdən heç qandaq haq tələb qılmayman. Onu faqat aləmlərinin pərverdigarıdan tiləyman. Sizlər bu yerdə bağçılardan, bulaqlardan, ziraətlərdən, yumşaq pişqan xormalardan bəhrəman bulub xatircəm halda davamlıq qalımız deb oylamsızlar. Ustalık bilen tağlarını teşip öy yasamsızlar. Allah'tan korkunglar, bana itaat kılыңlar. Zımında buzgunçılık kılıdığan, ıslah kılmaydıgan həddidin aşkıçılarının əmrige itaat kılmanglar. Ular eytdi: Sen hakikaten sihir kılınganlardan sen. Sen faqat bizge oxşaş bir insansan. Eğer sen rastçılardan bolsan, bire möcüzü keltirip bakkın. Salih eytdi: Bu çişi töge, suyunlardan bir gün içidi. Sizler mi muayyen bir gün içsizler. Onunğa yamanlıq qılmanglar. Bolmasa, sizler büyük günün azabıga duçar bolusizlar. Ular çişi tögünü boğuzladı. Şunun bilen ular nadametki qaldı. Ularga azap düştü. Bununda elbette çoğun ibret var. Ularning tolisi iman etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Lutning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qeyrindishi Lut aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Təbliğ qılğanlığımğa sizlərdən heç qandaq haq tələb qılmayman. Onu faqat aləmlərinin pərverdigarıdan tiləyman. Sizlər əhli cahan içidən livata qılıb, pərverdigarınlar sizlər üçün yaratqan ayollarınlarını taşlab qoyamsızlar. Sizlər haqiqatan buzuqçılıqda həddidən aşqıcı qavmsizlar. Ular aytdi: Ey Lut, eğer davetingdan qaytmasan, çoqum sürgün qilinsan. Lut aytdi: Men sizlarning qiliqinglardan qattiq jirginiman. Parvardigorim qilmishlari tufaylidan ularga keldigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgin. Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Mo'mayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yağmur, ya'ni tosh yağdırdik. Agahlandırılğuçilarga yağdırılgan yağmur nemi degan yaman. Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iman etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Aykiliklar payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida Şuayb ularga aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Təbliğ qılğanlığımğa sizlərdən heç qandaq haq tələb qılmayman. Onu faqat aləmlərinin pərverdigarıdan tiləyman. Ölçəmni toldurub beringlar, kəmbərgüçlərdən bolmanglar. Nərslərni toğru tarazıda tartыңlar. Kişilərə nərslərini, yəni qaysı yol bilan bolmusun, kişilərinin haqlarını kəm bermanglar. Yer yüzdə buzğunçılıq qılıb pişni pasat terimanglar. Sizlərni və ilgirki ümmətlərini yaratqan Allah'tan qorqunglar. Ular aytdi: Sen sihir qılınğuçilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Şuayb aytdi: Parvardigorim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Ular Şuaybni inkor qildi. Ularni soyi kunning azobi halok qildi. O haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iman etquchilardan bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Şübhəsizki Qur'on olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Agahlandırğıçılardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga ilib tushdi. Qur'on uchuq arabiy tilda nozil bo'ldi. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdullah ibn Salam va
uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil o'lmalarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riliqini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga ishonmaslikni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat, balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagicha Qur'onga ishonmaydi. U azob ularga ushtumtut keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon aytilish uchun muhlat berilamdi deydi. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi. Aytib baqini, agar ularni nurg'un jillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqligi shahar bo'lmasin, vaz nasiyat qilish uchun payg'ambarlarni avatmagicha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Qur'onni shaytonlar ilib tushgani yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmi uningga qodir bo'lolmaydi. Shubhisizki, ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tinglashdan manni qilingandir. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmag'in. Unda qilsang azob qiling'uvchilardan bo'lib qolasan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirg'in. Sana agashgan mo'minlarga muloyim bo'lg'in. Agar ular sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. Nihoyatda g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turdi. Shubhisizki, Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'qig'uchi gunohkorga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. Shoirlarga gumrohlar agishidi. Ularning so'z vodilarida tengirqab yurganligini ko'rmamsan. Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchirgandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilg'uvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi.